Demak, zikrni ko'paytiraylikki, jannatdagi yerimizni ham, qasrimizni ham, yon atroflardagi bog'larni obod qilishlik uchun ham demak har birimiz aytaylik, mana subhanallohi bihamdi, subhanallohil azim. Shunchalik og'irmi bu? Yengil so'zlar. Mana shu bilan demak bitta hozir ikkita aytdik biz. Siz eshitdingiz, tilingizda qaytargan bo'lsangiz, ikki martasiga demak ikkita naqla deyiladi. Xurmo inshaalloh jannatda u aytganlarga ekildi Allohning izni bilan. Va yana Allohu azza va jalla deyapti, zikr qilganlarni qarang, o'zi zikr qiladi. Yuqorida aytib turibmiz, Allohni zikr qilgan bandani Alloh zikr qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo doimo zikr qilgan bandasini zikrini boqiy qiladi. Ne o'tgan ulamolar, Buxoriy bo'lsin, Termiziy bo'lsin, Abu Hanifa bo'lsin, Shofiylar, ular ilm bilan Allohni zikr qildilar. Allohni ilmini yoydilar. Bugungi kunda ne podsholar, sultonlar, xalifalar o'tib ketgan. Uni lekin masjidlarimizda o'tirib ularni otini, na otasini otini, na o'zini eslaymiz. To'g'rimi? Lekin ulamolarimiz har doim kecha-yu kunduz biz bilan bor. Demak, Allohni zikr qiluvchi bandalarni zikrini Alloh o'zidan keyin nima qiladi? Boqiy qilib qo'yadi. Va yana so'nggisi Alloh subhanahu va taoloni zikr qilgan bandani Alloh yomonliklardan to'sib qo'yadi. Bir fikringizga Alloh asrasin, shaytonning nafsini bir vasvasasi keldida mana shuni qil degan paytda zikr sizga nima bo'ladi? Homiy bo'ladi. Ya'ni zikr sizga to'siq bo'ladi-da, yo'q. Tilingiz aytadi, yana dilingiz aytadi. Sen Allohni kunda 100 martalab, 500 martalab, balki 1000 martalab zikr qiluvchisan. Sen bu ishni qanday qilasan? Axir sen Allohni zokir bandalari qatorisan deya zikr sizni nima qiladi? Bu yomonlik ishlardan to'sadi.